Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, mana inkubatorimizni qanday qilib ishlatishni ko'rsataman. Juda ko'p savollar bo'lyapti. Mana birinchi o'chirtda ikkiga suqamiz. Mana bu ishlashni boshladi. Mana bu 37, mana 38 turibdi. Shu giroskop qo'yganmiz. Bularga tegmaysizlar. Namlik. Mana yaqqandan keyin buni motor bu. Buni mana tepaga qo'yib qo'yamiz. Mana motor ishlashni boshladi. Mana motor o'zi aylanadi, to'xtaydi. Bunimiz 115 talik. 2 etaj bo'ladi. Bu olinadi, mana bu ham olinadi. Mana ba'zi bir odamlar mana latorni olib pastga qo'yib, mana shu boltga monosepni o'tkazib qo'yishyapti. Mana bunday qilib qo'yapti. Mana shunday qilib asman tashlashyapti. Mana shunday bo'ladimi deb. Bunday bo'lmaydi. Mana bu boltga qo'yilmaydi. Bu bolt prosta latorni tormoz bo'ladi. Bu sepimiz 10 yillanadi charximizga. Biz bunga o'tkazishni o'zi qiyin o'zi aslida. Odamlar mana shuni ilib qo'yishyapti. Qanaqa qilib o'tkazishyapti bunga? Mana ilindi charxiga. Ilinib. Mana tuxum terib bo'lgandan keyin bir tomonga qilib mana bunga qadab qo'yasizlar. Mana bir tomonga qadaldi. Bu mana minus holatga tushdi. Va pastda mana uni spiral tentimiz. Bu yerda sun'iy ishlar. Uzun holat turadi mana. Bunaqa ko'ndana holat turmaydi, yonmashadi. Shuni mana terib, shuni pastga qilib mana bu to'plarni sindirib, tuxum oralariga qo'yiladi. Shunday holat keladi. Iliq suv quyasizlar. Bu ikkinchi etaj. Ikkinchi etaj. O'zim teshiklar bor, teshiklarga qo'yib. Juda ham oson bu. Qo'yildi. Qo'yib, tuxumga qo'yiladi. Bularimiz mana kitobimiz. Hamma ma'lumotlar shu yerda mana. Mana graduslar mana. Hammasi shu yerda mana. Xo'p, 12-kundan keyin 12-kundan keyin tuxum bosilganlardan keyin mana yopiq holatda bo'ladi. 12-kundan keyin uni qopqog'ini ochasizlar. 5 minut havo aylanadi. Toza havo aylanadi. Bularni o'chirmaysizlar. Buni o'chirmaysizlar. 5 minutdan keyin qopqoq yopiladi. Kechki payt yana 5 minut havo aylanadi. 19-kungacha. 19-kundan keyin mana 19-kun bosilganlarga 19 kundan keyin bu mana latorni bir tomonga qo'yamiz mana. Ana bir tomonga bo'ldi. Mana bu rovniy holatga tushdi. Bo'lgandan keyin tuxumlarni yotkizib terib chiqiladi bu yerga. Mana bunga ham terib chiqiladi yotkizib. Mana buni mana nol holatga olib qo'yasizlar. Yana keyingi videolarimizda tuxumni qanday terishni o'rgatamiz.
Svet o'chib qolsa mana bu yerda akkumulyatorga simi bor. Qora sim. Mana bu qizil. Skuterda akkumulyatorni umuman qo'ymanglar, ulamanglar. Bularni ichidagi mana sxemalarni hammasini kuydiradi. Mana ichlarida to'liq sxemalari bor. Shularni kuydiradi skuterda akkumulyator. Juda ko'pchiliklar skuterda akkumulyatorni qo'yib kuydiryapti. Shundan keyin hamma mikrosxemalar kuyyapti. Ularda akkumulyatorni ancha kuchli mashinani akkumulyatori qo'yasizlar.